Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taologa hamd sanolar, hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan Nurun ala Nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, hamda bitta like bosib videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting deya darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Xo'p, shu kungacha arab alfabetidagi 28 ta harfda hamda ularni qanday qilib o'qilishliklarini hamda Qur'ondagi o'qishlik qoidalarini o'rganib chiqdik. Endi Xudo xolasa inshaalloh yangi darslarni Qur'onni o'qishlikni boshlaymiz. Inshaalloh Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lgan oylarda sizlar bilan Qur'onni qanday tajvid bilan o'qishlikni o'rganib chiqamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz tavhid kalimasi. Tavhid kalimasi. Iymon kalimalari, toyyibah kalimalari. Kalimatu toyyibah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu kalimani Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarida eng birinchi qilingan da'vat La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisidir deya da'vatga chaqirgan. Har bir insonni, har bir qavmni shu kalimaga birma-bir chaqirib chiqqan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Inshaalloh biz hozir shu kalimalar bilan tanishib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kalimatun toyyibah. Toyyibah mana bu joyda tashdid ikkitaga ekan. Shularga e'tibor berib, cho'zilishlarga, tashdidlarga e'tibor berib o'qiymiz inshaalloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mana bu joylarda alif turibdi. Alif kelganda bir alif cho'zib o'qishimiz kerak bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh. Alloh kalimasi yo'g'onroq talaffuz qilinadi hamda og'iz to'ldirilib aytilganda jarayondor chiroyliroq chiqadi. Muhammadur Rasululloh. Mana Muhammad tashdid turibdi, biroz ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Hop, keyingi kalimamiz shahodat kalimasi. Kalimatu shahada. Oldingi darslarimizda o'tdik. Tashdid kelganda ikkita harf tushib qoldiriladi, ya'ni mana bu joyda qachon tushib qoldiriladi? Mana lom harfi kelyapti, alif harfi kelyapti. Lom harfida hech qanday sukun yoki harakatli harflar yo'q. Shuning uchun bular tushib qoldiriladi, tashdid harfiga o'tib ketiladi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. Do'stlar, yaxshilab e'tibor berib o'rganishingiz kerak, chunki kalimalar shahodat kalimasi Alloh taolo har birimizga Alloh taolo jonimizni olayotganda shahodat kalimalarini tillarimizga joriy qilib shahodat kalimasini aytib jonimizni olishligini nasib etsin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bularning tarjimalarini
o'qib bera olmayman, chunki video uzoq bo'lib ketadigan. O'zinglar qatirib o'qib olishinglar mumkin. Hop, 3-kalimamiz tavhid kalimasi. Kalimatu tavhid. Mana bu joyda yana o'sha qoida bo'lyapti. Tashdid kelganda lam alif qolib turib o'qilinyapti. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Wahdahu la sharika lah. Mana bu joyda o'rtacha ha kelyapti, honi ustida sukun kelyapti. Qala qilib qo'ymaymiz, biroz ushlab oqizib o'qiymiz, ya'ni. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamdu. Lahul mulku va lahul hamdu wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. وهو حي لا يموت. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. Mana bu joyda la yamut u harfi bilan bu harfi kelyapti. Shunda cho'zishimiz kerak bo'ladi. Biyadihil khayr va huwa ala kulli shay'in qodir. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Mana bunday un kelganda bundan keyingi harf qaysi bo'lsa, ya bilan v'ga uchramagan boshqa harflarga qo harfi bo'lsa, qo harfini ichiga kirgizib, shay'in qodir ichiga kirgizib o'qiladi. Hop, buni ham tarjimasini o'qib olasizlar. Har bir narsani, har bir oyatni, har bir kalimani tarjimasini o'qib yodlaganda osonroq yodlanadi. Shuni ham e'tiborga olinglar. Hop, 4-kalimamiz kalimatu raddul kufur. Kalimatu raddil kufur. Allahumma inni a'udhu bika. Allahumma inni a'udhu bika. Mana bu joyda tishlanadigan chuchuk v kelyapti. A'udhu bika, ya'ni o'zbek tilidagi z harfi bilan almashtirib qo'ymasligimiz kerak. Yana bir takrorlab o'taman. Bizda, ayniqsa o'zbeklarda eng ko'p qilinadigan xato z harfi hamda s harflarda. Bizda v harfi ham bitta, s harfi ham bitta, lekin arab tilida v harfi 3 ta, f harfi ham 3 ta. O'shanday. Har bir so'zni o'zining ma'nolari bo'lib, bitta harf o'zgarib qolsa ham ma'no arab tilida o'zgarib ketadi. Chunki arab tili juda o'ta so'z boyligi juda ko'p. Ya'ni bir harf bilan boshqa ma'nolar ham chiqib ketishi mumkin. O'ta ehtiyot bo'lamiz. Alloh taolo o'zi bizlarning gunohlarimizni kechirib, Qur'onni to'g'ri tadabbur hamda tafakkur qilib o'qishlikni nasib etsin. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika. Mana bu joyda sh harfini biroz ushlab turamiz.
أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفروك. Mana bu joyda ham s harfi bilan g'o harfida sukun kelyapti. Bularni ham biroz ushlab oqizib o'qiymiz. وأستغفروك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. أنا بالأوق بيرمان اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفروك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. Buni ham tarjimasini o'qish esdan chiqmasin. Xo'p, keyingi darsimiz. Kalimatul istig'for. Istig'for kalimasi, ya'ni gunohlarni kechirim so'rashlik kalimasi. Astagfirulloh. Astagfirulloh. Mana bu joyda g'o harfi qalqala bo'lib qolmasligi uchun biroz ushlab turishimiz kerak. Astagfirulloh. Alloh lafzini yo'g'onroq o'qiymiz. Inshaalloh sekin-sekin tajvid bilan o'qishlikni o'rganamiz. Ya'ni mana bu joyda Alloh kalimasini Alloh degan kalimani yo'g'on o'qishni o'rganamiz, chunki Qur'onda ham bu ko'p keladi. Biz bitta qilib o'rgangan darslarimiz oxiri jamlanib bizni Qur'on o'qishligimizga katta hissa qo'shadi inshaalloh. Astagfirulloh. Astagfirulloh. Astagfirulloh ta'ala min kulli dhanbin adnabtuhu amdan aw khata'an sirran wa 'alaniyah. من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا وعلانية. Oldingi darsimizda o'tdik. Tanvin kelganda bu harfiga yo'liqsa, bu harfida tashdid bo'lmasa ham ikkita qilib o'qib ketamiz dedik bu harfini. Sirra va alaniyah. Mana bu joyda tanvin kelyapti. Xato'an sirron. Bu joyda mana bu joyda aw xato'an sirron va alaniyah. S harfiga nun tanvinni berkitib o'qiymiz. Ya'ni s harfi chiqadigan joyga tanvinni nunni olib kelib xato'an sirron va alaniyah. وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. Mana bu joyda b harfi qalqala bo'lyapti. G'uyub deganda u harfini cho'zamiz, b harfini qalqala qilamiz. Kalimatut tamjid. 6-chi kalimamiz. Subhanallohi walhamdulillahi wa la ilaha illalloh wallohu akbar. Subhanallohi walhamdulillahi wa la ilaha illalloh wallohu akbar.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون. Mana bu joyda hamza kelyapti. Hamza kelganda yasha lam yakun cho'chitib o'qishimiz kerak bo'ladi. Yakun u bu tomoniga qo'shilib qolibdi. Hop, mana bu joydagi ikkita kalima lam yakun narigi tomondagi ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Yasha lam yakun sig'may qolgani uchun shu yoqqa yozilgan ekan, narigi tomonga qo'shilib ketadi inshaalloh. الإيمان إقرار باللسان ق harfini o'tganmiz, qilib bo'ladi deb إقرار باللسان وتصديق بالقلب بما جاء به من عند الله محمد رسول الله من عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hop, 8-chi kalima imanun mujmal ja harfan qalqala harflariga kiradi. Inshaalloh sekin o'rganib olamiz. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. Hokimisi imanun mufassal bunu sod harfi ekan, sobul o'qiladi inshaalloh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.